Eng arzon narxda kanalda arzon narxda Damas mashinasi. Xo'p, mashinamiz 2021-yil, umumiy holati emas, yiliga nisbatan kam yurgan, qarab minilgan mashina ekan. Mashinamizga yaqinda 4 ta yangi balolar qo'yib qo'yishgan ekan. Xo'p, mashinamiz salon holatlari ham yaxshi holat turibdi. Bo'lib tashab qo'yishgan ekan. Shu salonni bittada yangi chuqur qo'yib olsanglar, yaxshi holat kelib qoladi, lekin orqa salon patolo, ashibga, stoykalarigacha ko'jalar tortib qo'yilgan, qarab minilgan, tarpellargacha tinib turibdi. 2021 142 ming proved ekan, yilga nisbatan yaxshi holatda. Motor, ходовой, korobka, mo'slarigacha ideal holatda. Temir metan gazlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Xo'p, kuzatmada ham unaqa oshcha miyatina qilinib, qarindosh chekizadigan chaqa-chuqa joylari ham yo'q. Ideal holatda turgan mashina. Kraskaga keladigan bo'lsa, shu bitta kapalagida yuzaki kraskasi bor ekan. Ichlari yotmagan, chakalariga bir tekisda turibdi. Shu yuzaki petno joyi bor ekan. Qolgan hamma joylari yuzsoz-sozi. Yana bir qo'zdan shu kelib, ko'rib, tekshirtirib olaverasizlar. Bu mashinani faqat оформление sotilar ekan. Eng arzon narxda kanalda bu mashinamizni $4550 ga berib olamiz. Mana shu mashina